tilni yaratadi. Nega ikkita stuldan birini tanlashga majburmiz? Nega doim ko'pchilikning fikriga qo'shilamiz? Siyosiy shoulardagi xorijiy ekspertlar kim o'zi? Qanday qilib propaganda hiyla nayranglarini sezish va uning ilgagiga tushmaslik mumkin kabi savollarga javob topasiz. Xo'sh, men aynan shu stakandan suv ichdi deb kim ayta oladi? VPN ham shunday ishlaydi. Siz Rossiyadan Meksika orqali ulanasiz va na ruslar, na meksikaliklar hech narsadan shubhalanmaydilar. Internet balkanizatsiya nima ekanini bilasizmi? Bu bizning sevimli global internetimiz bir qancha joylarga bo'linganda sodir bo'ladi. Rossiyada xorijiy ijtimoiy tarmoqlar bloklangan, Qo'shma Shtatlarda esa TikTok blokda. Agar bilmagan bo'lsangiz, Turkiya bir necha yil davomida Wikipediyasiz o'tiribdi. Xitoyda esa Xitoy xizmatlaridan tashqari deyarli hamma narsa bloklangan, lekin hamma VPN haqida biladi axir. Odamlar baribir uni chetlab o'tishini bilgan holda nega hokimiyat biror narsaga taqiq qo'yadi? Hatto Peskovda ham VPN bor. Nima qilibdi? Bu taqiqlanmagan-ku. Chunki ular bir narsani bilishadi. Odamlar dangasa, ro'yxatdan o'tish, yuklab olish, hatto tugmachani bosishga ham erinishadi. Vaqt o'tishi bilan ular YouTube'siz, Odnoklassniki va televizor bilan qolishga ham rozi bo'ladi. Shunday bo'lishi ko'zlangan ham aslida. Biz butun jamoamiz bilan sizda tanlash imkoniyati bo'lishini